Yana Italiya terma jamoasining jahon chempionatidan qolib ketganini eslaymiz. Qatorasiga 3-marta qolib ketayotgan jamoaga ajablanmasam ekansiz. Xullas Italiya jahon chempionatiga bormaydigan bo'ldi va oldingilardan alamli bo'lgani albatta italyan xalqiga 48 talik mundialga bora olmayotgani. Oldingi 32 talik edi. Shunaqa paytda Italiya terma jamoasi hatto yanada ko'proq yo'llanmalar berilgan, Yevropada ham oz-moz ko'paytirilgan. Shunda ham Squadra Azzurra mundialsiz qolib ketayotgani chindan-da bu milliy katastrofa. Italiya futbolining haqiqiy fojiasi. Ular yomon qabul qilishdi. Ularga bu juda qattiq zarba bo'ldi, alamli zarba bo'ldi va kulgili tomoni Italiya terma jamoasi kimlardan chiqib ketayotgani, play-offlarda chiqib ketyapti. Play-offlargacha qolayotgani o'zi uning muammosi. Keyin play-offlarda u Grand terma jamoalardan qolib ketmadi. Shvetsiyadan qolib ketgan, bilasiz. O'sha Buffon darvozani qo'riqlagan paytlari, keyin Donnarumma qo'riqlagan paytlarida orada Italiya hatto Yevropa chempioni ham bo'lib qo'ydi. Lekin jahon chempionatlariga bora olmagan saralash bahslarida Shimoliy Makedoniyaga yutqizadi, keyin Bosniya-Hersegovinaga yutqizadi. Kichik mamlakatlarga, futbol o'lkasi bo'lmagan diyorlarga Italiya terma jamoasining yutqazayotgani